Hammaga assalomu alaykum. Yurtimiz bo'ylab sayohat dasturida. Xo'sh, video o'tirib ham nima qildik? Qarasam havo zo'r. Qarmoqlarni orqaga tashladim. Bir aylanib kelmoqchiman, qatgadir bo'lsa ham. So'y akam o'g'laman hozir. Ko'ramiz, agar chiroyli, qiziqarli nimadir yo'ldan uchrasa, syomka qilaman. Az chiqadi. Ketdik. Tayyor turgan ekanlar. Eshik orqasida. Men ozgina labovoy yuvib olay, shunda suv sepib qo'ying. Allohu akbar. Bo'pti, xola. Zerikmang. Ha. Ikkitasi. Nevara boqib o'tirishi hamcha o'rtoqlar esa katta gashti bor. Odamlar Soydoda zeriktirmaydi. Ya, bitta mana qarang. Mana bu anta bunaqa bor, ribolovniy magazin ko'ryapsizmi? Yo'q, yozib qo'yibdi. Mana keyin. Mana ham ribalka magazin ham damas turgan. Abi to'g'rida mana yozib qo'yibdi, ko'ryapsizmi? Keyin ana ribalka, butik ribaka deb yozib qo'yibdi. Mana shu qatorlar hammasi baliqchilarning do'koni. Shu yerdan kirib hozir chuvalchayim bilan aparishib olamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, do'kon kirib chiqdik. Yoniga do'konlarga ham kirdik. Ancha zo'r yangi narsalar kelibdi. So'y akam ko'rsatdim, tanishtirdim narsalarni. Endi o'rganinglar desak-sekin. Qiziq-da bu jarayonlar ham. Gazni ko'rdingizmi? Gazni ko'rdingizmi, gazni? Qancha ekan, to'la ekanmi? To'la bo'lsa ketdi. Gazni ko'rmoqchi edi, to'xtaganda esimizdan chiqibdi. Mana shu yerda to'xtasam maylimi? Yangi yo'l, most qurilyapti. Zo'r, yaxshi, zamonaviy ko'prik bo'ladi, xudo xolasa. Oynani sal tushirish kerak. Ketib qoladi, o'zim shiqillar. Xo'sh, yallamaga bir kirib o'taylikchi, nima gap? Buni nimaligini bilasizmi? Transformator turadi. Shunaqa transformator. Faqat u tepada turadi, osmonda. Katta nimalar bor-ku, vetrogenerator. O'shaniki bu. Xitoydan kelyapti, qayerdan kelyapti deyaptilar. Buni kattaligi, uzunligi. Vobshe uzun, ko'ryapsizmi? 100 metr va qancha ham. Aniqini bilmayman, 100 bo'lmasa ham uzunda, 100 ga yaqin. Gesga keldi o'rtoqlar. Dahshat suv bor. Qaranglar, yoshlikda o'sha yerlarda o'tirib, o toshladi. Baliq ushardik. Mana bu tepada ham toshlar bo'lardi. Tosh to'kilgan edi. Hozir o'zgarib ketibdi. Rosa shu yerdan baliq ushardik adam bilan kelib. Anvar aka degan og'aynilari bo'lardi. Kelib mashtadan baliq ushardik. Hozir ham uchsa bo'ladi. Lekin baliq tushmayotgan ekan. Naryoqda aka bilan gaplashdik. Baliq yo'q deydilar. Bori ham kichkina karas. Tashmo'rani karasi bilan solishtirganda mayda. Endi ko'tarilsa kerak, endi kim biladi? Ekologiyaga ham bog'liq, yildan yilga farqi bo'ladi-da. Yerdachi
suv bor. Kanalda suv bo'lgandan keyin bu yerda nima bo'ladi? Baliq bo'ladi. Lekin suv oqmayapti. Suv biroz oqqan bo'lganda edi, yaxshi bo'lardi. Suv oqmayapti. Bu yerda qiladigan ish yo'q. Bu yerda qaytamiz. Dalaning ichi loy. Nariyoqqa kiramiz desak loy. Daryo suv ko'paysa, bu yerdan suv kiradi, shu rizqga quyiladi. Ana o'sha paytda yaxshi bo'ladi. Zo'r baliq tushadi. Biz Bamiyodan ham chapdan daryoga borsak bo'ladi. Qobil joyiga chiqsak bo'ladi. Lekin biz yana bir ikkita joylarni ko'rmoqchimiz bugun. Qaysi joyda qanaqa ahvolligini ko'ramiz. O'rtoqlar o'sha mashhur Sho'rozay ko'prigi. Baliqchilar ham bor ekan, Damas'da kelishibdi mana. Shuncha qo'lni tiqib turibdi, qarab nima qilsam ekan. Xo'sh. Tanish bolalarga o'xshaydi. Xo'sh, suv qanaqa rangi? Assalomu alaykum. Ahmad, o'zi yaxshimisiz? Salomat, bardan baqvat. Нормально, сами как? Да ничего, тоже приехали проветриться на прогулку. А я тоже на разведку приехал. Ну мы тоже на разведку. Я смотрю, вода упала. Да, вода что-то упала, видно. На даре тоже уже сидят, смотрю. Это хорошо, это хорошо. Видать, шевелится что-то. Я хотел на Дарью сейчас, на дамбу. Смотрю, дорога плохая, думаю, не буду машину А, вы мучить. туда хотели проехать? Да. Там глина, наверное, вот так. А Да. через арену тоже не проедешь там? А можно, но я не стал, я думал. Погранцами. Что-то этот, друг говорит, погранцов убрали, говорит. Типа Не, они на Дарье стоят. А, на Даре, типа На 100 метров до Дарьи они стоят, не пускают. А, на восточку, говорит, пускают. На восточку пускают. Там, говорит, можно проехать, ребята ездили, но, говорит, ничего не Я клевало. тоже только что об этом сейчас говорил, Суэке, что на восточку надо было ехать, надо было все, палатки, малатки взять, Ну да. на 2-3 дня там остаться. Сейчас там вообще классно сейчас. Ну да, сейчас можно, да, значит, спокойно на восточку проехать. Да, но дороги видели, да, какие? Да. Но на восточке там что, глина, но все равно проедешь, там щебенка. Есть некоторые участки, всегда по-любому есть, где вот Ну на Дамасе не застрянешь. вода, Дамас, КамАЗ же, в любом месте проедет. Мы тоже вон на Дамасе приехали, поэтому. Да, если профессионально пройти. Так, Чё, куда думать? здесь рыба есть, но видно, что вода недавно упала, Да, видно, упало. и значит клев здесь будет слабый. Здесь сейчас можно порыбачить, конечно, но лучше На восточку. на восточку, да. Ты что, тоже на восточку? Нет, На Дарью? нет, мы просто гуляем. Да, катайся. А сейчас мы, наверное, на Дарью тоже поедем, посмотрим на Дарье. Ну мы сейчас тоже чуть-чуть походим, посмотрим. Думаю, может грибы какие-нибудь повылазят, там поляна есть одна. Да. Посмотрим. Я в эту сторону тоже хотел вниз чуть проехать. Смотрю, дорога вообще убитая. Ну да. Мы тоже смотрели, впереди нас Спарк туда спустился. Думаю, не знаю, проехал он, Вот. не проехал, а Спарк Спарк вышел. вышел, не стал, да, проезжать. Да, не стал искать, там застрянешь. Ну Делать да. нечего. Сашка, привет! Как жизнь молодая? Я смотрю, вы, не вы. Как поживаете? Нормально? Как дома? Все нормально? Кататься. Свет, газ есть? Да. Главное, свет есть? Да. Все. Ладно, ребята, Ладно, счастливо. с вами хорошо. Дальше поехали. Нет, у нас палатки ничего нет. Если на восточку, туда обязательно. Говорят, открыли, говорят. Да, говорит. Туда с палаткой надо. Ладно, удачи вам. Рахмат. Ал.
biz shu yerdan qaylamiz. Postdan o'tdik, mana Chexraga qayrildik. Mana shu yerda ham zo'r joy bor, ko'rsataymi? Xo'sh, keldi o'rtoqlar. Endi ozgina daryoni o'ziga ham boramiz. Chirchuvni quyilishi nima ekan? Chirchuvni quyilishiga ham boramiz. Vaqtimiz bor. Bugun mana shularni obzor qilamiz. Mana o'rtoqlar, Chexrada suv kam, baliq ushiyman deb bitta ovora bo'lib yurmaylar. Mana shu oyog'im turgan joylargacha suv chiqish kerak edi, baliq kirish uchun. Kam. Ko'proq ko'payishi kerak. Yo'q, ko'rasizlarmi, oqarib turibdi. Yaqinda suv tashlagandik, bir ko'tarilib. Bunaqa ahvolda masala. Xo'sh, ketdik aka. Ketdik. Только сижу, не клюнул никто, деydimi? Bismillah. O, mana nima bu? Turnami? Bo'g'ani? Nima bu? Ha? Pelikanmi? Men hech nima ko'rayotganim yo'q. Pelikanga o'xshaydi. Pelikani. Pelikani bir qozon deydimi? Xullas, so'rab surishtirdik, jimjit, baliq tushmayapti. Kelib ko'rdik ko'zimiz bilan. Endi yana bitta joy bor, hozir shu yoqqa ham o'tamiz. Aylanib, o'zi bugun maqsad shu aylanib joylarni ko'rib bilish edi. Shunga aylanib yuribmiz, havo zo'r. Uyda ham magazin yotasanda YouTube tagida shu menga o'xshaganlarning videosini qo'yib qo'yib, ana kommentariyalar yozib. Voy vo. Voy vo. Jonivor yuraqa. Mana yo'lda dehqonlar bog' ishlari bilan band. Xo'sh, o'rtoqlar. 4ta joyga kirdikmi? Jimjitmi? Mana shunaqada odamzod etga boradi, voy baliq yo'q ekan, voy nima qildik, baliq yo'q ekan deb harakat qilish kerak bo'ladi. Lotereyani kim yutadi? Loterey o'ynagan yutadi-da. Loterey o'ynamagan yutmaydi. O'tiraveradi. Lotereyga baribir hech nima chiqmaydi deb. Baliqni ham ovqigan ovlaydi. Harakat qilish kerak, ovlasa bo'ladi. Endi hozir biz vaziyatni ko'rdik. Oldingi yillardan ozgina tajribamiz bor. Shu tajribamiz bo'lgani uchun hozir bu qarmoq tashlamayapmiz, ko'rib qaytyapmiz. Bu yerda baliq hozir tushmaydi. Endi baliq tushadigan joy bor. Borib etga kirib ko'rsak ko'zimiz bilan. Chirchuvda ham bir ikkita qo'ltiqlar bor, katta-katta. Narigi tomondan yursa bo'lar ekan, ana yo'da turpa to'kib qo'ydi. Ular Chirchuvda ham bir ikkita shunaqa joylar bor, zo'r. Etni ham ko'ramiz. Bo'lmasa naryoqlarda joy bor. Doim nima deydi? Надо иметь козыр в рукаве deydi bir so'yaga. Запасной.
Надо держать kозir deydi bu. Nima edi? Zapas bitta variant doim bo'lish kerak. Tushkunlikka tushish kerak emas. Qaysi baliq yaxshi tushayotgan bo'lsa, ana o'shani ovlash kerak. Yo'llarimizga gap yo'q, yaqinda asfalt bo'ladi bu yerda, asfalt. Cherchuni quyilish joyida turibmiz. Ham lotkalar turadigan joyda. Suv tashabdi. Ametligacha suv chiqqan ekan, ko'rasizlar, oqarib turibdi. Tashabdi 1 metr bu yoqda ham. Naryoqda bitta okaxon o'tiribdilar, lekin ularda ham jimjit. Baliqlarchi mana bu yerda o'ynardi chipillab bilsanglar. Lekin unaqa baliq o'ynayapti. Mana tagida bir mayda baliq yuribdi-yu. Lotkachilarda nima gap ekan lotkachilarda? Lotkachilarda ham mana rezultat bor. Bitta sudak bor ekan mana. Bu yoqda nima ekan? Bu yoqda pichog'i bor ekan. Buni setga qo'yadi-da, tangalar bor ekan, baliqlarniki mayda lekin u ham. Katta baliqning tangalari ko'rinmaydi. Bularda ham uncha yaxshi emasmi deyman-da. Baliq bo'lmasa qushlar u yerda nima qiladi deydi-yu. Ana. Xo'sh. Baklarlar bu yerda bo'lsa, demak baliq mana bu ichiga kiryapti. 20 ga yaqin qush yoqqa uchib ketdi. Ana yana uchyapti. Korolevskiy baklan bor, kattasi. O'sha uchib ketdi. Sho'ng'ib chiqdi suvdan. Baklarlar bu yerga to'plandimi? Demak daryodan, mana shu yerdan baliq ko'tarilyapti bu yoqqa. Xo'sh, qanaqa rejalar? Rejalar. Baliq tepaga yurgan bo'lsa, tepani ham bir ko'rish kerak. Boramiz yetgan hozir. Nima? So'y aka. Hamda chiqing ko'rasiz. Bu yerdan hozir qarma otib ko'rmoqchi edim. Afsuski, mana bu yerlar hamma yoq chakalezor ekan. Bu yerdan ota olmaymiz hech qanaqasiga. Buning uchun ana maxsus kiyimni kiyib, ham ko'kragigacha kombinezon. O antgacha otish kerak edi. Lekin bu yerda ham masalan botib qolishingiz mumkin. Teg qumloq joyda bu yer. Xo'sh, o'rtoqlar ko'rdinglar. Bugungi sayohatimiz ajoyib bo'lyapti. Faqat gap bilan o'tyapti-da. Faqat gap. Natija yo'q. Natija bo'ladi, xudo xolisi. Astoydil nima? Harakat qilish kerak. Hamma narsa baliq ovi ham bilim talab qiladi-da. Bilimni esa nima? Poydevori bo'lishi kerak, asosi bo'lishi kerak. Mana hozir kelib biza bildik. Bu ham bilim. Keldik, suvni ahvolini, rangini, holatini ko'rdik, joylarni ko'rdik, suhbatlashdik. Mana ozmi ko'pmi bilimga ega bo'ldik. Mana kelgan o'shalar o'tiribdi, mana nechtasi. O'sha joyni mo'ljallab kelgan o'tiribdi-da, baliq yo'q. Baliq yo'q bo'lsa, tortmayotgan bo'lsa, yurmayotgan bo'lsa, masalada tushishi. Ana baliq yaxshi o'ynab turgan joylar bo'ladi-ku. Ana shunaqa joyga borish kerak. Unaqa joylarni ham bilamiz. Borib ko'ramiz. Chirchuni hozir tepasiga chiqib ko'ramiz Qo'rg'onchaga. Qo'rg'onchadan yovoshlarni bir ko'ramiz. Qani nima gap, nima so'z. Endi kimgadir zerikarli bo'lishi mumkin bu.
ko'rsatuv. Agar qo'ysam deyish mumkin. Quruq gap bilan aylantirib keldi deb. Kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin. Shetga kirib ko'ramiz endi. Shu yo'ldan yursa ham suvga chiqadigan joy bor. Bu yerda repkoz qiluvdi. Mana bunisi ag'darilib ketibdi, qor yog'di-yu. Qor kuchi og'irlik qilibdi, mana bu ag'darilib ketibdi. Dabdalasi chiqib, tomi bosib qolibdi buni. Sinib kesibdi ustunlar. Yomon bo'libdi. Bu yerda repkoz qiluvdi afrikanskiy laqqa boqishga. Tayyor joy. Agar kimdir bu yerda olib yurg'izsa, zo'r yurg'izsa bo'ladi. Ustunlarni ko'tarib tiklab olish ish emas. Yo'q, rosa tepadan yuramiz. Past anaqa botqoq. Qarmoq uchun tepaga qilib olib yurish kerak. Sinib qoladi nimalarga tegib. Voy, hamma yoq. O'rgamchayni ini bo'lib ketibdi. Baliq tangalari ko'rinmayapti-yu. Ikkita chuvalchani qopib yotibdi aparishki bilan. Ha, demak baliq yaxshi tushmagan. Baliq tushgandachi, bilasizlarmi, bunaqa qilib yotmasdan, uni bular sep borib ketgan. Otib olib suvga. Xo'sh, bu tomondan chirchuv kelyapti. Mana shunda oqib borib, pastga Sirdaryoga quyiladi. Betla zo'r joy. Mana chirchuv suvi biroz oqarsa, rosa baliq zo'r tushadi. Hozir mana juda loyiqa. Shu loyiqa bo'lgani hisobidan uncha yaxshi emas. Xo'sh, yaxshilab qaraydigan bo'lsak, biror bir baliqni qimirlayotgan bir nishona belgisi yo'q. Umidjonim bilan bir kelganimizda mana lotka bilan tushuvdik-da, mashina jerixli ushuvdik. Yaxshi bo'ldi. O'shanda ribaklar ko'p edi, zo'r tushyapti o'sha payt. O narigi bam tepalardan tushgan joyda ham pastda o'tirib, mana shu pastda joy boqqanimda ham zo'r chiqdi, karasi rosa tushdi. Mayda chuvalchakni zo'r oldim. Hozir ham bu yerda baliq bor, ushasa bo'ladi. Harakat qilish kerak. Bu yerda ancha baliq bor bu yerda. Mana bunaqa chakalazorlar kiradi-da. Ham tiniqroq joy-ku, pastdan oqimdan suzib keladi, charchiydi baribir baliq. Keyin mana shunaqa joylarga kirib ozgina dam oladi. Tinchroq joylarda. Eng yaxshi nimasi ertalab tong sahar kelib ko'rish. Agar baliqlar suv ustida o'ynayotgan bo'lsa, demak ko'tarilayotgan bo'ladi. Suv qanaqa ekan o'zi? Chig'anoqli ochilib qoldi. Tili chap qoldi, tili osilib. Ana tili. Suv muzdek. Suv hali muzdek. Unaqa ilmagan. Chirchuvni suvini o'zimizda tepadan kelyapti-da, endi
tog'lardan keladi. Agar qush bo'lmasa, u yerda bir ikki balu sakragandek bo'ldi. O'zi nari tomondan ham kelib bilasizlarmi, suv aylanayotgan joyga otardik poplok. Unga ham yaxshi tushardi. Ana yerda bitta sakrab qo'ydi. Kichkintoy baliq. Hop. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Endi sekin qaytamiz. Peshinga ham ozgina qoldi. Sekin boramiz endi. Keyin yana u joylar nimalar chiqsa, etlarni ham ko'ramiz. O'rtoqlar gaplashdim hozir otaxon bilan. 2 kundan beri shu yerdaman, lokatsiya bo'yicha keluvdim deydilar. Rosa bitta karas ushayotuvdi deydilar. To'g'ri nima qo'ymanmi? Tushib ketdingizmi? Qarab turaymi? Ha, bo'ldi. Xullas, o'sha yerda bolalar o'tiribdi. Jimjitmish. Yaxshi joy bu. Lekin baliq yo'qmish. Baliqni o'zining rejalari bor. Tak. Endi mana bitta Qo'rg'onchada masjid bor shu yoqqa. Borib peshinni o'qib olsak, keyin ko'ramiz. Yo dalcha ketamiz, yo qaytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'rtoqlar, mana salomon. Peshinlarni o'qib olib, yengilgina bo'lib yo'lga chiqdik. Davom etamiz endi o'rtoqlar. Masjid ahli hammasi valsabda yurar ekan. Hammasi bo'lmasa ham ko'pchiligi. Bismillah. Baliq bor, ko'rinmayapti-da. Shundoq zo'r suv. Ana naryodagi suv ham shunaqada, ribxo'z orasidan chiqadigan. Ichi to'la baliq-ku uni ham. Bunda ham baliq bor. Faqat ko'rinmayapti-da. Bir paytlar most qurishgan, lekin oxirigacha yo'l qilishmagan, qolib ketgan. Ham yo'qdagi tiniq ekanmi? Ha? Tiniq suv ekan, zo'r ekan suv. Ha, chetda baliq o'ynayapti lekin. Mayda baliq ko'rinyapti. Demak, yana ozgina yursa, yulduz tomonga. Yo'da baliq bo'lishi mumkin. Yana yuramiz pastga. Mana shu yerda ham zo'r joy bor. Ham ko'ramiz hozir. Ya, ham kuchukni qarang. Bunaqasini ko'rganmisiz? Siz baqyapti-ku suvga tushib. Baliq tutdi. Ha, baliq tutdi. Suvni ham dabdala qildi boru. Hoji. Qoch. Tushmaganmi? Qarang, uni suvning o'rtasiga. Telefonni olamiz. Xo'sh, tushib, ashti ko'ramiz hozir. Shu yerdan ilgari belangala ushardik. Kuchun va tushyapti suvga. Suv zo'r, ha? Ham ko'p, ha? Mana mana shundan hozir ushlaymiz baliq, qarab turing. Baliq tushadi mana shundan. Yo'da nima gap?
mayda baliqlar o'ynayapti. Endi qalmon tahlilimiz. Qalmon tahlili hozir ushlaymiz. Mana shu yerda baliq o'ynayapti, tortyapti. O, ana idishimizda bitta bor. Shamayka ushadim. Nozikkina pokeli qarmoq qildim. Bir tortib qo'yapti. Ilgari bu yerda suv tiniq, kamroq bo'lardi. Bugun yaxshi, suv ko'p. O'zi juda ko'p joylarda sezdim. Suv ko'p anaqasi, sathi bor, baland. Qoyilmisizlar? Mana baliq tushdi. Mana shunday qilib qatdan qayoqga qidirib keldi shu baliqni. Lekin bu boshqa baliq ekan. Bu ani Tashkentskaya Bystryanka degan baliq bor. Menim shunga yo'q, bu ani platvaga o'xshar ekan. Platvaga o'xshar ekan. Shu balon tushdi. Xullas, o shunaqa davom etyapti, tushyapti baliq. Mayda. Shtativ mashina deydi. Pokeli qarmoqda shom. Balığı tushishi yaxshi. Tez tushib turibdi. Hop, hop. Bunisi juda mayda ekan. Juda mayda. Shamayka ushadim yaxshigina. Aparish shim tashadi-yu aparish. Yeri. Teshik ko'prikdek boru, olimmi do'koni shu yerdan oldim. Bu shamayka. Hozir men pokeyni ko'rsataman mana. Engishga qalamni yarmiga o'xshaydi. Shunaqa nozu ilmolarga montajga ushlayapman. Ekran ham qo'yish kerak bunda aka. Ekran. Qanaqa ekran? Ekranni setkada. Ekran bo'lmaydi-ku, brakanerli nimasi-ku, unga shtrap bor-ku. Ekranda baliq ovlaganni nima qizig'i bor? Ham pokeli qarmoqda tors turadi-yu. Ana o'shanisi qizuv. Shunda ham baliq chiqartgandan ekranga. Biza baliqga emas, protsesga kelyapmiz-da, baliq oviga. Bu ekran bo'lmaydi u, to'rlar. Mana biza pokeli qarmoqda maza qilyapmiz.
ekranda o'shaysizlar. Unaqa qilmaylar, yaxshi narsa emas bu. Xudo ko'rtiribdi-yu, qotgan ishimizni. Bu brakonierlik kira. Qarmoqda sport yo'nalishida mazza qilib, zo'r olib ketdi. Zo'r top. Mana bashida qizig'i. Baliq yoqqa tortadi, aldiydi. Sen bu yoqqa tortasan, aldiysan. Qilib shu paytda ushiysan. Qizig'i o'shanda. Ha. Maydalari ham ko'p ekan-da. Yana aldadi. Mashida mana proses qiziq. Baliqni alda olsang, masht. Sen yaxshi baliqchisan, alda olmasang, sendan baliqlar yaxshi. Ana baliqchi. Bu Vastri Brushkani kichkinasi ekan. Qalaysizlar? Bo'yaptimi? Bormi? Baliqchi bolalar ketayotgan ekan. Salomlashib, "Bloger aka, qalaysiz?" dedi. O'rtoqlar, men blogerlikka talabgorlik qilmayman. Hech qachon u to'g'risida o'ylamaganman ham. Ko'rgan yaxshi narsalarimni video tasvirlarga, fotolarga olib o'zim qiziqaman. Anchadan beri yoshligimdan desam ham bo'ladi. Fotografiya fotoapparatga qiziqqanmiz. Shundan boshlangan hammasi. Sekin rasmlarga olaverib, videolarga olaverib qiziqishlarim, nimalarim oshib, yaxshi shunaqa nimalarni ko'rsam, rasmga, videoga oladigan odat chiqarganman. Lekin boy gap, hech qachon blogerlikka da'vo qilmaganman. Gap yo'q. Etdim-ku, aparish. Trigubka tushibdi. Trigubka mayda. Katta bo'lib bir qarsh bo'lganda yana ovlaymiz. O'zi qolgan bavullarni ham qo'yib yuboraman. Qanaqa bavullar bor ko'rmoqchiman-da. Qoyil. Mana baliq sari aldiyma deydi, sen uni aldiysan. Natijada ilmog'ingga tushib qoladi. Juda tez bo'lib ketdi jarayon. Bu tig' qorin, Vastri Brushka. Omlang bor. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Ha? Qani? Ana, to'g'ri. Katta bormi tog'a? Hisob qo'ying tog'a. Sizlar bir qarich. Katta deganda bir qarich.
Ha, belanka. Ha, o'sha belankaga xursand bo'lib turibmiz. Qarasi, daryoda yurib qolsa, daryoga chiqamiz keyin. Daryoda jimjit, borib qaradik, odamlar o'tiribdi 2 kundan beri jimjit. Ishlar ham qarab hisobat. Mana shunga xursandmiz deydi. Ya chiqib turibdi, mana nechta odam o'tib ketyapti. Nechtasi kelib avliyo o'tirdi, bitta ham usha olmadi mana. Bizga Xudoyim rizqimizni berib turibdi. Mazza-ku. Uyda ham o'tirardingmi hozir? Bekar. YouTube yo tomonini bosib, yo tomonini bosib. Charchamang bobo. Yoqdagilarda chiqmadimi hali? Yo'da ko'rmadim lekin o'sha gapni. O'tmadingizmi yoqqa? Yo'qotdi lekin. Bunda qaradim borib, qarasam joylar hammasi band ekan. Charchamang. Hop, salomat bo'linglar. Hop. Belyanka ekan u deydi, ana sadokdagi baliqlarni ko'rib. Ham yigitlar. Hozir shu belanka bo'lsa ham, mana shunaqa poplovkda qaniydi bir o'tirib, maza qilib ushlasamigin degan qancha odam bordi. O'rtoqlar, berganiga shukr. Ha, rizqimiz mashqqa kelib qo'shilgan ekan, Xudoyim berdi, mana qancha baliq ushladik. Bu yana tip-tiniq suv, zo'r suvda. Ana Bo'ssunning suvi emas bu. Endi bugun tutgan baliqlarimni qo'yib yuboraman. Menimcha yig'ishtiraman hozir o'rtoqlar, sababi bir o'zim kelmayapman, Rixsoy Do'da bilan kelyapman. Do'da menimcha charchadilar. O'shanga mashinada yotib oldilar. Qoyil mislar. Ana Xudoyimgacha ming qatla shukr. Qaranglar qanaqa ajoyib shamayka. Mana belidan buni sudakmi nimadir tishlagan ekan. Qanday ajoyib baliq. Maza emasmi? Xo'sh. Shu yerda nihoyasiga yetkazamiz baliq ovimizni o'rtoqlar. Shu boy aytganimdek, Rixsoy Do'da charchadilar, endi ro'za og'iz odam baribir charchiydi. Ish qilmasa ham charchiydi-yu, bilasizlar, yoshlari ham katta. Shunga qaytamiz endi. Qanchadir foiz zaryadkam qopti. Agar yana yo'lda nimadir zarur narsa chiqib qolsa olaman. Salomat bo'linglar hammanglar. O'rtoqlar, mana tutayotgan qalbog'im yengil. Shimano ekan. Mana shunaqa ko'kiga qo'ydim kichkina. Mana ushlagan baliqlarim. Baliqlarimni ham ko'rsatib qo'ydim maqtanib. Ancha qismini qo'yib yubordim. Boya sadok nari tomonda turganda erinuvdim deb olib kelgani. Keyin bir yig'igan syomka qilishga ham baribir qiziq-ku dedim-da. Keyin ozginasini olib oldim. Mana. Shunaqa baliqlardan tushdi. Endi bularni mana shu yerga qo'yib yuboramiz. Ya'ni kelganda kattaroq bo'lsa ushlaymiz. Mana ketdi hammasi. Xo'sh, endi biz ham qaytamiz. Endi qaytamiz. Qarasam, bizga nima qo'l charchab qoldingiz. Mana o'rtoqlar, mana shu yerda baliq ushladik. Yaxshi joy ekan. Mikrojik, nanojiklarda bu yerda baliq ushlasa, zo'r bo'ladi. Endi ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Amin Alloh, yo'limizni bexatar qil. Allohu akbar. Laylay mahalla deydi buni. Tomda ham bor, Talibada ham har bittasida bor-da mana. Ketgan mashina qilib. Hammasida laylay tuxum bosib yotibdi. Odamlar spesialligilar tomosha qilgan buni. Hali bolalikdi-ku.
hayvonlarni ovqatlantirgani har 10 minut 15 minut chirchiq yaqini u. Qurbaqa ushlab olib kelaveradi, ilon, baliq.